O'tore degan apparatni universalniy variantini so'ragan mijozlarimiz uchun ham haydovga, ham o'rimga tayyor moslashtirilgan variantidan do'konimizga olib kelib berganmiz. Video davomida shular obzorini qilib, narx-navosi bilan yoritib beramiz akalar. Hozirroq shu videomizga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, 25-avgustgacha kelib xarid qiladigan bo'lsanglar akalar, 8 ming 900 mingga sotilib turgan mana shu jatkamiz uchun zapas pichog'imiz sizlar uchun bonus sifatida narxidan tashqari qo'shib beriladi. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyat to'g'risi joylashgan agrotexnikalar do'koni bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, ko'rib turgan shatkalaringni to'liq obzorini qilib, narx-navosi bilan sizlar uchun yoritib beramiz. Birinchi o'rinda akalar, jatka qismidan tanishtirishni boshlaymiz akalar. Shunaqangi motoblok oqtarib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yishibsizlar. Jatkalarimiz bir uyumali variantda bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Universalli variantda Reper brendidan. Bu jatkamiz orqali xohlagan o't mahsulotini, poya, beda, g'o'zapaya, luboy narsani o'rib, yonboshga yotqizib berish uchun mo'ljallangan bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Mana parreylari 2 parreyli qilib ishlangan. Bu degani mayda o'tlarda ham sizlarga juda ham chiroyli hamda sifatli qilib o'rib berish uchun mo'ljallangan. Mahsulot 2026-yil mahsulotidan, astatga mahsulot emas akalar, Reper brendidan. Ukam, yonbosh tomoniga pichog'i nimaga qo'yilgan degan mijozlarimizga akalar, bir-birini ustiga chiqqan yoki da chirmashgan poyalar yoki da bedalar bo'ladigan bo'lsa, o'rib, tekizlab devor vazifasida kesib ketish uchun mo'ljallangan. Bu jatkalarimiz 3-4 xil variantga bo'linadi. Farqlari, reduktori hamda bunaqa pichoqlarda farq qiladi. Pichoqlari almazniy varianti bor. Akalar, bu jatkamizni prostoy variantidan bor. Xohlasangiz yonboshdagi pichoqni olib qo'yib ham foydalansangiz ham bo'laveradi. Xohlasa komplekt holatda tursa ham bo'laveradi. Turadigan bo'lsa ziyoni yo'q akalar. Shu foydali tomoni borki, lekin ziyon tomoni yo'q. Sep tomonlarini ham ko'rishingiz mumkin. Seplari ham juda ham mustahkam hamda qalin qilib ishlangan. Bu motoblogimiz orqali sezon kelganda akalar bunaqa jatkalarni qo'yib turib, bemalol o'rim sezonida ishlatsanglar ham bo'laveradi. Sezon chiqqandan keyin haydov sezonida bunaqa frezalarni qo'yib turib ham bemalol foydalansanglar ham bo'laveradi. Komplektda frezalari ham komplekt holatda chiqadi. Motoblogimiz benzinli hisoblanadi. 9 ot kuchli akalar. Buni ham har xilcha varianti bor. Roli uzun, kalta varianti bor. Roli uzun bo'ladigan bo'lsa, akalar sizlarga bunaqa jatka uстановка qilganingizda boshqarish qulay bo'ladi. Chunki orqa tomonga ko'proq o'tishini hisobiga sizlarga qulaylik tug'diradi. Balon qismlari 512 benzinli motor, soatiga akalar 1 litrdan benzin rasxod qilib berish uchun mo'ljallangan. Vozdux qismlari maslinniy qilib ishlangan. Bunga avtol quyib bersizlar, tashqaridan kirgancha shu yerda qolishini hisobiga zo'roq xizmat qilib beradi. Xo'p, hamda mono reduktor qismlari ham ko'rishingiz mumkin. Yaponiskiy original karburatorlardan qilib ishlangan. Korofkalari ham katta uslunli korofka qilib ishlangan. Ma'lumotlarni o'qib olishlaringiz mumkin akalar. Komplekt holatdagi motoblok hamda jatkamizni narxi, jatkamizning holatiga qarab, ki motoblogimizni sifatiga qarab narxlari akalar $1000 akalar, $1000 $1350 ya'ni 16 million so'mgacha do'konimizdan topishingiz mumkin. Ukam, bizga salalkali motoblokka uстановка qilib ber, salalkali motoblok qulay degan mijozlarim uchun salalkali motoblokka ham tayyor qilib uстановка qilib bera olamiz. Jatkamizda qo'shib ajratadigan skorslari ko'rishingiz mumkin. Jatkamiz komplektatsiyasida seplari bonus, tunuka, temir, hamma zapchaslari komplekt holatda o'zida qo'shib beriladi akalar. Butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dostavka xizmatlari bor. Narxini aytdik, $1000 dan $1350 do'konimizdan olishingiz mumkin. Benzinli motor, freza qismlari ham original, sifatli, qalin frezalar bilan jihozlangan. Bemalol pastki raqamlarga aloqa chiqishingiz mumkin. Bundan boshqa turdagi motoblok 7 ot kuchli, 17 ot kuchli, salalkali, benzinli hamma variantidan bor. Manzilimiz Marg'ilon soliq, Marg'ilon hokimiyat. Bu tomon Marg'ilon sentrdan kelish bo'ladi, bu tomon Anor kafega ketish bo'ladi. Yo'lda bo'yida joylashgan agrotexnikalar do'koni. Bemalol pastki raqamlarga aloqaga chiqib, bog'lanib do'konimizdan kelib, optim narxlarda xarid qilishingiz mumkin akalar.